bo'lmadi, nima deysiz? Ovqatingni oxirigacha yemading, choying ham qolib ketdi. Duo ham olmasdan ketyapsan. Qiling duo'ni, qiling. Ishlaringni rivojini bersin. Eson-omon sog'-salomat borib kelgin. Xo'p. Keyin hafta tug'ilgan kuningiz-a? Ha? Bitta restoran gaplashamiz-da. Xo'p. Dabdabali qilib zo'r qilib qilamiz. Xon qarindoshlarni chaqiraman, keyin yaxshi og'aynilarim ham bo'ladi. Siz ham 3-4 ta chollarni chaqiring, o'rtoqlaringizni. Xo'p, chiroyli qilib o'tkazamiz. O'g'lim, har yil tug'ilgan kunimni qilib berasan. Senga ming rahmat. Lekin shu safargasini bir yetim yesirlarga, nochor oilalarga shunaqa ehson qilsak bo'lmaydimi? Hadi, qayerdan olasiz shunaqa gaplarni? Qiynalgan odam qayerdan topaman? Hamma to'q yashayotgan bo'lsa, qo'ysiz-chi. Shunaqa bor shunaqa ayol. Ada bo'ldi. Qo'ysiz. Yomon qaribsiz-da, ada. Ruldaman, kelyapman. Homiylarga aytgin ketib qolishmasin. Yo'q, homiylar shu yerda boshqa muammo bor. Tez gapir, ruldaman deyapman, chaynalma. Haligi bilasizmi? Ertaga chiqib ketayotgan tovarlarimiz yonib ketibdi, xo'jayin. O'ylab gapiryapsanmi? Nima yonadi? Bilmasam, xo'jayin, mana hozir keldim. Yarmidan ko'pi yonib o'tdi. Yevropaga chiqib ketish kerak kechagi skladga mol. Bilasanmi, nech pul turadi? Chaqirganman, hozir yo'lda ekan. Homiy ketganmi sani? Tez qil, yana qil. Xo'p, xo'jayin. Bajardigi yana qil. Hozir bo'laman ishxonada. Telefon qo'yapti endi shu payt. Gapir tez. Dadasi haligi. O'ylamay gapir deyapman. O'g'limiz hushidan ketib qoldi. Mazasi bo'lmay qoldi dadasi. Soppa soboqlar qanaqa hushidan ketadi? Nima deyapsan-la? Bilmayman. Tezroq keling. Hozir yetib boraman men o'zim. Hozir boraman deyapman. Yur! Yaxshi, hozir tezroq damga qilaman. O'zim boraman, bankaga boraman. Yo'q, qilma hech kimga. Gel. Shunaqa ehson qilsak bo'lmaydimi? Qayerdan olasiz shunaqa gaplarni? Qiynalgan odam qayerdan topaman? Eshityapsanmi gapimni? O'g'lim, eshityapsanmi gapimni? Mana bu mahallaning boshida bir beva ayol bor. Eri avariyada olamdan o'tgan. Ikkita qizim ham qiynalyapti. O'zi kasal. Ashlan dori-darmonidan, ro'zg'oridan qiynalib turganda biz yordam qilsak yaxshi bo'lmaydimi? Meni kechiring. Boylik o'zimni qo'rqitdi. Hozir shu ayollikdan xabar olib, siz bilan birga borib duosini olamiz. Barakalla. Keyin ishga ketaman. Barakalla. Birga borasizmi men bilan? Albatta.